Men erimni oldilarda. Qo'llaring abjirligini qara. Qaynonamni oldilarda. Kundan do'limiz kela, bu ko'zingga qara, ani. Ovqatni tuzi past balandligini qo'lda o'lchaysan-da, ya. Конечно, o'rganib ketganman-da. Necha tuzi kam? Ozroq qo'shingchi. Bunga bo'ladi. Atek, normal. Kim ichadi endi buni? Kelin salom qilishga yo'ravar ekansan, odam turgisi kelib ketdi-yu. Voy, xush kelibsizlar. Kelin, tez kelin salom. Qanday yaxshisizlar? Pardon. Xush kelibsizlar. Kelinim Hindda hokipoylar olyapti. Tur, beparosat, tur. Kelinglar. Zebo, kifsiz zakas qilaylik. Davay. Как раз KFC'dagi chef burgerga 40% chegirma bor. Yandex.Go ilovasi orqali nafaqat KFC'dan balki boshqa ko'plab sevimli restoranlarimizda Fedap, Maxway, Vox Street 77 dan 40% chegirma bilan buyurtma berishimiz mumkin. 14 Zebo promo kodi orqali Yandex.Go ilovasini taomlar bo'limida 80 ming so'mdan boshlab birinchi 3 ta buyurtmaga 30 ming so'mlik chegirma bor. Kelin. Levi, shu nimadir zakaz qiling, qorni chiqadi. Vallahi bo'ladi. Qanday qilib qaynonadan qutulish mumkin? Qaynonang dushmaning. Qaynonadan alohida chiqib ketishni 5 ta yo'l. Bo'ldi, kerak emas. O'zim zakaz qilganman. Qoching. Stop. Oylik ishda endi mashinaga pul yig'sam bo'ladi. Menga qatnay kiyimli bor ekanmi? Mashinaga pulni keyingi oydan yig'a qolaman. Gap pulini yig'amiz ber. Bu galgi oyligim ham ketdi. Yo, maqsad mashina olish. Ol o'rtoq, bir xil bo'lib yuramiz. Ol o'rtoq. Bering. Bekor pul qistirman-da. To'yanaga ham pul ber, to'yanaga ham. Yo, meni oyligim o'zimga qoladimi, o'zimga? 3 oyda aniq qaytarib beraman, berib tur. Men kakrasanga beraversam, o'zim ishlatib qo'ymayman. Iloyim, hammaga shunaqa lo'q dugonali nasib qilsin. Oyi, meni yiqqan pullarim qani? Sarpenga narsalar oldim. Men pulga mashina olmoqchi edim. Yo, bu yerda pul yig'ib olmaydi. Chetga ketaman. Endi men Rossiyadaman. Start program orqali. Bu xalqaro loyiha aynan biz 16 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan qizlarga mo'ljallangan. Birinchi kuni HR mutaxassislar bizani kutib olib, hujjatlar bilan yordam berib, hamma savollarimizga javob berishdi. Bu programma bo'yicha 6 xil yo'nalishda ishlash mumkin ekan. Catering, servis va mehmondo'stlik, ishlab chiqarish operatori, avtotransport haydovchi, montaj ishlari, ta'mirlash va pardozlash ishlari. Men catering yo'nalishini tanladim. Endi men professional oshxona jamoasida ishlayman. Xizmat ko'rsatish, taom tayyorlash, eventlarda qatnashish. Eng yoqqan joyi yashash joyi bo'ldi. Yangi, zamonaviy, yotoqxona toza, oshxonasi jihozlangan, hatto dam olish xonalari bor. Menimcha bu yerda juda ham ko'p do'st orttiraman, chunki start program bo'yicha 40 ta davlatdan kelgan ishtirokchi qizlar bor. Yashash joyi ish joyiga yaqin, transfer bor, xavfsizlik yuqori darajada. Uchib kelish biletingiz va sug'urtangizni ham kompaniya o'zi to'lab beradi, so'rab. Oy, men keldim. Oy, kakras, seni pulinggacha seningni to'yini qilamiz deb plan qilganmiz. Chiqar pulni. Men ketdim unda. O, qayerqa ber pul? Yo. Bu yoqqa ket. Yo. To'xta dedim. Ket to'xta. Zakirova, qo'lingni to'g'ri qilib o'tir. Nega shu ustoz senga yopishib olgan? Sani kelin qilmoqchi bo'lgan o'qituvching. Mana mana shu qizga seni uylantirmoqchiman. Qo'ying, oyi, o'zi tanimagan qizingizga meni uylantirmoqchimisiz? O'quvchim 2 yildan keyin maktab bitiradi, zato o'zim kontrolga olganman, yo'q qo'ymaysan. Hamma o'g'il bola, qiz bola o'tirasan, sen bu bilan o'tirasan, sen Ravshan bilan o'tirasan, Zakirova sen o'zing o'tirasan. Zakirova nima qilib ketdi? Norin. Ha, yaxshi tikishlarni ham yaxshilab o'rgatgan o'qituvchisi. Zakirovaga 3 qo'yib yuborasiz, ustozi. To'rga tortadi-ku. Hozir unga yaxshi baho qo'yadigan bo'lsangiz, o'qishga qiziqib qoladi. Instagramman deydi. Menga unaqa qiz kerak emas. Men o'zim kelin qilmoqchiman. Ana yuziga ham 3 qo'ydirib qo'yaman. Qo'yib yuborsangizchi. Zakirova, doskaga chiqing. O'zbekiston madaniyati juda ham qadimiy tarixga borib taqaladi. Qadriyatlarimiz boshini yurar ekan yaxshi. Bu meni o'g'lim Iskender Buildings'da yangi mezbon loyihasidan uyagan. Aytmoqchi bo'lganim, kimni kelin qilsam alohida chiqara olaman deydi Zakirova. Zakirova, sen qolasan. Voy, ustoz nima ish qildimi? Hamma bola ketvasin, keyin ketirasan. O'g'lim rashk qiladi-da. Zebo, maktabimizgacha sovchilik kelishibdi. Sen sinfingni so'rashyapti. Yo'q, qani yuring-chi. Mana qiz qanaqa? Juda yaxshi oiladan to'g'ri tanlov. Bunisi-chi? Bu ham rosa odobli, aqlli qiz. Bunisi-chi?
Yo, buni kelin qilmaylar. Tishini yuvmasdan keladi. Maktabdagi hamma bolalar bilan gaplashishgan. Qo'rovlarga ham qolmaganlar. O'z damas taqatmaydi. Hamma damaschilar bilan gaplashgan. Umuman buni kelin qilmaylar. Aytgan Kim shu qizni kelin qilar ekan ha? hattoki tishini ham yuvmas ekan bu. voy nima hamma meni yomonlab ketyapti. Endi meni kim kelin qiladi? Xafa bo'lma qizim, men seni kelin qilaman. Rostdan kelin qilasizmi? Men kelin qilmasam seni hech kim kelin qilmaydi, bilib qo'y. Umid aka. Arazlama bu yoqqa. Bo'pti. Qachon kerakni kechir endi. Bir-birimizga qishla qilmaylik, mehribon bo'laylik. Yur, sen ish ko'ryapsan, san olib kelganman. Ketdi. Eshitchi bering. Ha, bo'pti, mana yur. Ketdi. Nomerimni so'ramoqchisiz, ha? Yo'q. 99 marta takrorlayman. 103 kun o'tsa ham, 65 marta yalinsangiz ham, 45 marta iltimos qilsangiz ham bermayman. Yo'q, menga nomersiz kerak emas. Sovchi jo'nataman deb ovora bo'lmang. Meni Yunusobod 5-kvartalga umuman aloqam yo'q. Uyingizga borish niyatim yo'q. 75-dom bizanikiligini bilganingiz bilan borib o'tirmang. Yo'q, siz to'g'ri tushunmayapsiz meni. Instagramim ham yo'q. Yo'q, siz bizani do'kondan kola oldingiz-ku. Ha, siz bo'lsa fanta olgan edingiz. O'sha kolaning butilkasini tashlab ketdingiz. Ha, endi mana shunaqa aqlli qizmanda qo'yib ketish kerakligini bilaman. Tashlab ketganingiz uchun sizga pul berishim kerak edi mana. Do'konimizga yana kelib turing, men fanta ichaman, siz kola ichasiz. Pulingizni bir qismini qaytarib beramiz. Zo'r-ku. Bu juda ham ajoyib, foydali va mazali. Kelib turing. Qizimizni berishga beramiz-ku, lekin qizimiz yoshligidan Angliyada katta bo'lgan. Milliy urf-odatlarimizni bilmaydi. Muammo emas, o'zimiz o'rgatib olamiz. Kelinni chaqiringlar, bir ko'raylik. Mana menda keling. Buni o'radi. Anaqasi yaxshi kiyozinglar, charchamayapsiz. Sog'liq joydami? Qani bir kelin salom qilsin-chi. Salom, ismim Zebo. Tanishganimda mamnunman. Zebo ism. Assalomu alaykum. Bo'ldi, rahmat, maza qildik. Ketdik, yuringlar, iltimos, beparasat. Kelin. Oldik. O'tirib bir lazerdan oshiqlarmikansizmi deb o'ylaysiz? Xo'p, bo'ladi. Oyi, guruch qanaqa bo'lardi? Kelin, eringiz qani? Umidman kino ko'ryapti. Bugun siz ishdan qaytasiz, nechida begimot? Nima? Voy, uzr, begim deb yozilgan ekan, o'zbek tilidan noto'g'ri lug'at ketdi. Sani issiq miyangi beryapti, ha? Ha, bu jazirama bizni ayovsiz kaltaklayapti. Bu jazirama bizni kaltaklab uryapti orkamizdan. Bo'pti, men ish ketdim, yaxshi o'tir. Erni kuzatish uslublari shunchaki qo'l siltang. Yaxshi borib kel, Umid. Xudojon, na bir muomalani biladi, na bir ko'ngil olishni biladi. Ingliz tilidan boshqa hech narsani bilmaysan. Sabr qilish, hozir chiqishadi. Kelib bo'ldingizmi? Bye dear, see you. Challari bo'ldimi? Ha, ingliz tilidan kurs ochdik. Xotiningdan boshqa taraflar foydalanib bo'lmas ekan. Sayohatga $18,000 sarflab nimalarni ko'rdik? Arziydimi yo'qmi yozib qoldiringlar. Birinchi Turkiyaga bordik. Mana bu minorani, dengizni, Qizil ko'prikni, Chuqur mahallasini, mashhur masjid va ko'chalarni ko'rib Ispaniyaga yo'l oldik. Madridni dunyodagi eng chiroyli kechki shahar deyshadi. Juda chiroyli Real Madrid stadioni, mashhur haykal va binolarni ko'rib Portugaliyaga jo'nadik. U yerni poytaxti Lissabondan tashqari juda ham ko'p qiziqarli joylari bor. Masalan, Madeira orolida bulutlarning ustida sayr qilishingiz, sharsharlarni tomosha qilishingiz va Cristiano Ronaldo tug'ilgan uyni ko'rishingiz mumkin. Flores oroli esa sizni o'zining ko'llari, suvlari, yam-yashil tabiati bilan maftun qilishadi. Sayohatimizni 18-kuni Shvetsariyaga yo'l oldik. Yo'lma-yo'l shopping qildik, soat sotib oldik, men parashyutda uchdik. 3-marta mashina ijaraga oldik. Go'zal va betakror Shvetsariyadan so'ng esa Avstriyaning eng go'zal qishlog'ini ko'rdik. Shunchaki ertaknamo joy, mashi joyga mazza qildim. Keyin eng mitti davlatlardan biri Liechtensteinga yo'l oldik. Yo'lma-yo'l Germaniyaga ham kirib o'tdik. Liechtenstein ham tabiati o'ziga xos, jozibador va juda sokin mamlakat. Qaytishda yana bir Turkiyaga kirib, mazali ovqatlardan yeb chiqdik. Salkam bir oylik sayohat 2 kishi uchun $18,000 ga tushdi. Nima deb o'ylaysizlar? Arziydimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Shuncha mehnat uchun like bosib qo'yishim esdan chiqmasin. Nima bo'ldi o'rtoq? Erim
haydab yubordi o'rtoq. Kir uyga. O'zi nimaga haydab bordi dering? Nimamush, men beparosatmushman, cho'zsammi? O'rtoq oyoq kiyimini yechmadingmi? Voy, esdan chiqot, xostimda qilmavali. Uni ustiga esim pastmi, shichchamda. Nima kiyyapti? Dazmolni o'chirmanman. Olayla, o'zim pishirdim. Qizim, o'z uyingizda yashayver. Rahmat. Eringiz o'zi nega haydab bordi? Ovqatni yomon qilarmishman, shichchamda. Unaqasi bo'lishi mumkin. Yana neakkuratniymişman. Boshingda bit yuribdi. Tegma, ketib qoladi. Keyin bitta o'zim zerkaman. Yana ovqatdan deylar. Yana ko'p gapirarmishman. Men o'zi bir og'iz gapiradigan odam bo'lsam, 10 ta gapirsa bitta javob qaytaraman. Shundoq qilib ma'suma bo'lsam, o'yinib toza bo'lsa, birovga yomonlik tilamasam, hech ko'p gapirmayman, men bilasanmi o'zing ham? Zebo ering. Bilaman, yomon pesun ustiga. Keldilar. Zebo, bo'ldi, arazlurma. Iskandar Buildings'ning mezbon loyihasidan yig'ib qo'ygan pulga uy oldik. Endi ukam o'sha yerga chiqib ketadi, biz oyimiz bilan qolamiz, zo'r a? Nega ering ketib qoldi? Mashallah qilmishman. Cho'zsammi mashallah qilmishman. Men hayotda shallaqini qilmaganman. O'zing o'ying shallaqini. Keyingi nima sasvotdi? Zebo, ovqatni kuydirib qo'ydim. Oyshaga yetmayapti mos. Nima deb o'ylaysizlar bu narsalar? Oyimga tegmaymi, yoz qoldiringlar. Sarog'uchi undan ko'ra oyjonga yetsang bo'lardi. Sizlarni ham kenaylar hech qanaqa ish qilmasam tez charchab qoladimi? Dangasa kenaylarga yuborib qo'yinglar. Mana bugun ham kenayimni bemaza ovqatlarni yeyishga majbur bo'lamiz. Kenay siqilmay oilada bo'lib turadi-da. Singlim, rahmat. Xatoyim faqat meni xatolarim videoga olib yurasiz bo'layotganman. Nima deb o'ylaysizlar? Akam kenayimni nima bilan urgan? 100 ta like yesa qaytadan oshtiraman. Zeboxon, menga qarang, har doim meni yomonlab chiqib, bir marta yaxshilab chiqing. Bo'ldim. Keling shunaqangi saxiy odamlarki taqib yurgan ziraylarni ham mendan qizg'anmaydilar. Bering. Bering, Instagramga qo'yaveraman. Bering. Sizlar ham kelinglar, mana shunaqa uxlab yotadimi? Agar Menga qarang, Zeboxon, shu telefoningiz qachondir tutab, batareykasi o'tirib qoladigan vaqtdan bo'ladimi, yo'qmi? yo'q, конечно, bu yangi Ono Stories Lite-ku. Bundan tashqari AI tugmasi orqali tezkor video vizit qilsa ham bo'ladi. Uzoq muddatli batareyka, tezkor protsessor, uni ustiga AI kamera tugmachasi ham bor. O'shaning uchun mas'ulchining videolarni tez olaman. Zeboxon, kecha siz maqtagan telefondan men ham oldim. 13-marta sovchilarim qaytib ketdi. E'timo qilin, singlim hech kim olmaydi deb endi qanaqa bu yerga tegadilar? Mana mashina olaylik, men Vangani mobiloger bo'lganman, bilaman, pishiq chiqadi. Umid aka, men do'dam madasi laqab tarus topar bo'lgan mashina zo'rman, bilaman. Mashina olsangiz senga o'xshab oppoq chiqadi, mana buni olaylik, menga o'xshab qizil chiqadi, Umid qaraga. aka, mashina sizga o'xshab qizil chiqadi, men bilaman, menga ishoning. Men aytganimni qilmash, pishiq chiqadi. Umid aka, men oshxonada Mana shuni bilaman. Umid aka, mana men bugun shuni olaylik. Naryoqda shuni arzonroq ko'rdik. Mashina Umid aka usilib yotibdi. Bir xil sani yurgin kelmayapti просто. Mendagi sali qo'rqganim yo'q, rostdan mashina Boshqacha arzon ko'rsiz-chi? Nima farqi bor? Mashina Omaylik, yurishda olaylik. Mashina omaylik, yurishda olaylik. Shu yerdan olsa narsalar? Korzinkada har kim xo'jayin bo'lishi mumkin. Yaponiyada 8 kun eng zo'r joylarda sayohat qildim. Qancha pul ketganini oxirida aytaman. Birinchi o'sha mashhur odamlarga salom beradigan kiyiklarni oldiga bordik. Rostdan salom berishar ekan. Odamlardan qo'rqmasdan shahar o'rtasida bemalol yurishar ekan. Undan keyin bambukli o'rmonni tomosha qildik. Kyotoga borib esa yoshligimizdagi Jumong tangemlarning kinosiga tushib qolgandek bo'ldim. Yaponiyani tabiati juda ham chiroyli ekan, lekin umidaga faqat kalta yubka kiygan qizlarga qaradilar. Keyin Harry Potter va Disneylandga borib, sevimli qahramonlarimni ko'rib bolalikni esladim. Umid aka bu yoqda ham kalta yubkali qizlarga qaradilar. Sushini vatani Yaponiyadan original sushi yedim. Ramyon ham ichdim. Dunyodagi eng mashhur peshixodga bordik. Farsajda ko'pchilik ko'rgan bu yerni va yana dunyodagi eng baland teleminoraga chiqib, 36 million aholiga ega Tokio shahrini ko'rdik. Gullar festivalini ko'rdik. Juda ham chiroyli ekan. Yo'l-yo'lakay Fuji tog'ini tagida raqsga tushib tomosha qilib ketdik. Umumiy xarajat bo'lsa bir kishiga $2950 dan tushdi. Pullaringlarni ortiqcha dabdaba, tilla, brilliantga ishlatgandan ko'ra sayohatga ishlatishinglarni
tavsiya qilardim. Fikrimga qo'shilasizlarmi?